Siz isiriqdan noto'g'ri foydalanishingizni bilasizmi? Isiriq qadimdan xalq tabobatida keng qo'llanilgan o'simlik, ammo hamma ham uni to'g'ri ishlatish qoidalarini bilmaydi. Ko'pchilik isiriqni to'g'ridan-to'g'ri hidlaydi yoki tutunini uzoq vaqt nafas orqali qabul qiladi. Bu esa nafaqat homiladorlar va emizikli ayollar, boshqalar uchun ham zararli bo'lishi mumkin. Noto'g'ri ishlatish oqibatlari. Isiriq tutuni nafas yo'llarini qo'zg'atadi. Astma yoki bronxit kasalligi bo'lganlarda holatni yomonlashtiradi. Tutunning tarkibidagi psixoaktiv moddalar, masalan, gormalin, peganin, miya faoliyatiga ta'sir etib, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, yurak urishining tezlashishiga olib keladi. Bolalar, keksa yoshdagilar va allergik insonlarda bo'g'ilish, ko'z yoshlanish, yo'tal kabi noxush holatlar yuz beradi. To'g'ri foydalanish tavsiyalari. Isiriqni tutatgandan so'ng 1-2 daqiqa ichida xona eshigini yoki derazasini ochib shamollating. Kuniga bir necha marta emas, haftasiga 1-2 martadan ortiq ishlatmang. Agar sizda nafas yo'llari kasalligi, allergiya yoki yurak muammosi bo'lsa, umuman foydalanmang. Isiriqning foydali jihatlari ko'p, ammo u ham boshqa tabiiy vositalar kabi me'yor va ehtiyotkorlik bilan ishlatilgandagina foyda keltiradi. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.